Balam, qo'ylarni ayda. Balam, sen oyoqqa bor. Balam, al apotini. Sen qo'yloq shoxcha tappa. Bula balam, bula. Balam, men uyimga qochtiray. Sen qo'yloq obdan qara, ha? Ma'qul dada. Ajabni yerib ketdim. Davomliqni yolg'iz qo'ygan. Gündüz nima ish qilasan? O'rmon chorlayman deb kashkicha o'rmonliqni orlab yurgan. Qanday qilib to'qamsa, xizmatimiz to'g'riqlarni qo'g'dash bo'lgan ekan. Voy. Qara, qoniz turdi. Shunda birasi o'g'liga o'xshamamdi. Shunda o'xshaydi. Bu qanday qatmabdi. O'zi bu nima? E'tiborli hayvonlarimiz ziyonkashlik uchurdimi nima? Yaqinda buyon jangal qildiganlar ko'payib qoldi. Rost deysan. Pul uchun hammani qiladi bu haqli. Qara, ovutrapladim bu ekan. Jira, ber baqayli. Bu bal nereden kelgandi? Tınık yok mu ne?
Yurak so'qishim to'xtabdi. Tez saqchi xabar qil. Hey, saqchi darisizmi? Qaranglar, mana bu noyimizga tava sharqi cho'ng jangalda yaqindan buyon yuz berayotgan g'alit qotillik dilosi. Bu qotil zodi kim? Qotillik qilishga muddaosi nima? Bu hozirgacha texi aniq emas. Ziyonkashlik uchiruvchilarning hammasi intayin vahshiylarcha o'ldirilgan. Lekin mol chorvalarga qilchi ziyon yetmagan. Ta hozirgacha bu qotilning biror izi va yoki derigimi yo'q. Bu jangal burundan tortib odam qadam bosmaydigan, hech qanday aholi o'ltiraqlashmagan jangal edi. Lekin yaqinqi yillardan buyon bu jangalga boshqa yerlardan bir turkum chorvachilar kelib o'ltiraqlashishga boshlagan. Shuningdan buyon bu jangalda tuyuqsiz mushundoq o'ldirilgan chorvachilar ko'payyotdi. Ziyonkashlikka uchirganlar asosan mushu jangaldagi chorvachilar va o'rmon soqchilari bo'lib, dastlabda shu yerlik chorvachilar ziyonkashlikka uchirgandan keyin shu deloni tekshirishga borgan yerlik soqchilarmi kayni-kaynidan ziyonkashlikka uchragan. G'alit yer shuki, ta hozirgacha bu deloga munosabatli hech qanday bir yepuchi yo'q. Bu ahvol shu atrofdagi chorvachilarga cho'ng bir tahdid bo'lib qolmoqda. Yo'ldoshlar, bu qotil zodi kim? Qotillik qilishga muddaosi nima? Bu ta hozirgacha aniq emas. Ziyonkashlikka uchirganlarning hammasi intayin vahshiylarcha o'ldirilgan. Lekin mol chorvalarga ziyon yetmagan. Yuqoridagilarmi bu deloga alayda ko'ngil bo'layotdi. Shunglashqa bizning bu deloni fosh qilishimiz uchun bir nafar qobil soqchini biz tarafga avatdi. O soqchi alayda qismda tarbiyalangan bo'lib, nurg'un delolarni o'zi muvaffaqiyatlik ham tez fosh qilib, nurg'un qatim munavvar soqchi bo'lib mukofotlangan. Uning keladigan vaqtimi bo'lib qoldi. Doklad, ben yukarıda avatgan saqchi Asqar bo'laman. Qani o'tiring. Yo'ldoshlar, hammanglar bu deloning ahvolidan asosan xabardor bo'lib qoldinglar. Baturjon, siz Başla. bu qatimqi deloga yo'ldosh Yalqin bilan ishkinglar hamdamda bo'lsizlar. Qandaq? Bu deloga boshqa fikringlar yo'qmi? Yo'q. Undaq bo'lsa, yig'inimiz mushagich bo'lsin. Chiqib tayyorlik qilinglar. Tayyorlik bitdimi? Bitti. Qani, sandiqni ochqin. Mana bu sizlarga berilgan qurollar. Obdan tekshirib, topshirib olinglar. Qolgan lazimatliklar mashinada qoldi. Aloqa qilish qulaylik bo'lsin uchun bu soatni birdan taqib olinglar. Bu qatimqi vazifa to'limi mushkul ham qiyin. Bu jarayonda sizlar bilan aloqa qilishga soqchi oliya mas'ul bo'ladi. Bir dona jip mashin tayyorlab qo'ydik. Sizlarga utuq tilayman. Darhol otilinglar. Arlık qancha kilometr? Dilo yuz bergan jangalning orlig'i bu yerdan 80 kilometr bo'ladi. Lekin jangal bak yo'l bo'g'ashqa nurg'un joylarni piyoda mengishga to'g'ri keladi. Bundaq jangalda vazifa ijro qilish ham tunji qatimliq. Shundaq, tunji qatimliq. Boshliq, siz to'y qilganmi? Nima bu boshliq degan? To'l takalluf qilma. Men to'y qilmadim. Hamisa loyiqingiz bo'ladi. Ba, lekin xizmat aldirashchiligida turmush ko'ngil bo'lgidek niyatga vaqt deysan. Sinimchi. Hozir qizlar soqchilar bilan to'y qilishim qolmaydi. Nimdigining o. Chaqchaq qilyotdi. U qatarda to'y qilmoqchi. Vazifa tugagandan keyin to'y shirab ichirganmizda. Albatta. Senchi to'y qilgansan. Qilganim bor. Turmushim degandek ko'ngillik emas. Nima ish qilaysan? Ayolim xizmatimdan toza rozi emas. Soqchi bo'lganliging uchunmi? Mening uyda bo'ladigan vaqtlarim oz bo'lg'achqa, bolamga va ayolimga degandek ko'ngil bo'lib ketamidi. Shunlashqa ayolim hadislar
Bino bilan so'qishib xizmat almashtir deb ko'zimga kirib oladi. Nima amal deysa? Lekin men yanada o'z xizmatimni yaxshi ko'raman. Ondaqda ayolingning xafaligi menga tugmaydi-da. Amal qancha deysa? Bak amal bo'lmasa kasbim uchun turmushimda voz kechishim kerak. Sen jimiblik etding-ku. Jangalga barabamayla qo'saqlarim yechib ketdi. Qo'saqil deydi ekansan. Oziq-tuliklarni elib olgansizlar. Elib oldik. To'q ustidan boshqa hammani. Xotirjam bo'ling. Balang necha yosh? 2 yosh. Yo'l tugidi. Endi piyoda bo'lmay amalimiz yo'q. Xarita. Qaranglar. Mana bu bizning turayotgan o'rnimiz. Biz endi nurg'un joylarni piyoda bo'lmay amal yo'q. Başından tushaylik. Yuk taqlarni elib olinglar. Tezroq mangaylik. Yetishmanglar. Tezroq. Avaylanglar. Yalqın avayla. Tezroq manglar. Bu yerga o't ketdimi nima? Yetishmanglar. Akida, men ko'tarib olay.
Bu yer bakma sürülükkan. Nishonga yana qancha kilometr mangmiz? 5-6 kilometr. Ajab berib ketdimi? Birdam aram olaylikmi? Shunda qilaylik. Kartni kel. Qaranglar. Xartiga qaraganda biz hozir odamsiz rayonga kirib oldik. Bu yer qumliq. Biz boradigan jangalga ozlik qoldi. Hushyorligimizni o'stirib, o'zimizga puxta bo'laylik. Bildinglarmi? Bildik. Yaxshi. Kusuzlik yetamdi. Yetidi. Bu joyning jug'rofiyalik yer shaklini sizlar mendan yaxshiroq bilasizlar deyman. Shunda. Qurollarni tekshirib boqaylik. Qurol yo'qtirdi-ku. Nima? Oilam o'sha dedi. Hech qanday bir g'ayri izmi yo'q. Ahvolni idoraga ma'lum qilamdik. Yo'q, bo'lmaydi. Jangalga kelmaylar qurollarning yo'qligini bilsa, ular bizni yaramaskan demamdi. Juringlar, izlab boqaylik. To'xtanglar. Bu o'rmonlik bak quyuq ekan. Biz hozir qurolsiz qoldik. Bizni bepush izlashimiz lozim. Tushundik. Aloqa soatimizni tekshirib boqaylik. Aloqalash chastotasi to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri ekan. To'g'ri ekan. Bir ish bo'lsa soat orqali aloqalashamiz. Yo'llaylik. Biror ish bo'lmaganda. Yo'q. Bundaqda Batur, Yalqon, oldinglarmi? Men ipuchi bayqadim. Bu yerda qon izi turdi. Darhol kelinglar. Ishchadaq. qo'yvat. O'rningdan tur. Sen bir ish bo'lmaganda. Yer tur. O'zing tutib ol. U yolg'on. Naras, u yolg'on. U yolg'on aytibotdi. Menga ishon yolg'on. Men olvasda emas. O'zingni tutib ol.
Ben seni öldürtmem. Bıçakni ilib ol. Nima ish bo'ldi? Yetish yo'q. Mangayli. Yuringlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Diqqat qilib anglanglar. So'zlang. Buningdan bir hafta burun u yerga biz tarafdan avatilgan bir nafar qobil razvedchikimiz yo'qolib ketdi. Yelishimizcha u razvedchikimiz bu dilo to'g'riliq nurg'un materiallarni to'plab, kompyuter nur diskisiga qachlab olgan ekan. Sizlar avval ashu yo'qolib ketgan razvedchikimizni topsanglar, bu diloni aniqlash ko'p osonga tushidi. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Aloqalashib turaylik. Yuringlar. Yuringlar. Kelaylik dedik. Qaranglar bu qanizga. Bu qanizga ancha uzun bo'lmabdi. Old tarafdan bor. Odam tanimidi. Qon izini bo'ylab qo'yadi. Avaylanglar. Bir qarab boqaylik. Bu cho'qimilga yo'qolib ketgan saqchi. Yana turib boqaylik. Bir narsa bor ekan. Menimcha bu nur diskisi bizni da'vatgan disk bo'lishi mumkin. Menimcha bizni da'vatgan nurg'un ipuchi mushu diskida. To'g'rimi? Menimcha shunday. Biz buningdagi materiallarni ko'rsaklar, hamma ishimiz osonga tushadi. Shunday. Sen berib mashinadan kompyuterni olib kel. Ma'qul. Qara, bu zot qandoq o'lgandi? Ko'rdingmi? Biror yerda izmi yo'q. Qanday qilgandi? Besharlandi. G'alati ish bu. Yotning kayfiyati saqlandi. Shundoq. O biz taraf qarab kelyapti. Qandoq narsa?
Sen o. Tez. Tez bol. Tez. Tez. Tez bol. Tez. Su zehraylı. Zehra. Nemilgensiz. Nima bu? Sessiz sukan bu. Kiyimlerim kuruptu. Saatki su kirib buzuluptu. Meningmi ishlaymayotadi. Jura, yalqin topayli. Allah diye dileymen, bir Hudadan dileymen, bir Hudadan dileymen. Hesabı yok benden diyen,
insabini tilayman, insabini tilayman. Davabiyem al yarim, trepçüllerde çal yarim, trepçüllerde çal yarim. Ben musafir sen garip, beni keyninge sal yarim, beni keyninge sal yarim. Adam sorsa, adam sorsa, beni zindan didu dalla, beni zindan didu dalla. Bir gözü tıkan, bir gözü yaş, yığlap yatı dudağla, akşap yatı dudağla. Almasdi! 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 Nima bo'ldi? Almasdi! Nima bo'ldi? O'zingni besib ol, nima bo'ldi? Almasdi! Nima? Olmasdi? Nega olmasdi? Seni qarib esibdi. Bo'ldi. Birdam yetib ol. Hiç ulanmaydı o. Ulan boğan. Yaxshimisiz? Qani so'zlang. Men Batur bilan askarni topamayapman. Aloqamiz uzilib qoldi. Menga yordam qilib, ulab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, men izlab baqay. Men ularni topamadim. Ularning aloqalash saytidan ko'chil ko'rilgan o'xshaydi. Ularni topgan hamon men sizlarga xabar qilay. Bo'ladi. Yaxshimisizlar? Yolqin sizlarni izlayotdi. Sizlarga nima ish bo'ldi? Saytimiz suv kirib ketgandi. Shundaqmi? Bizga ulab bering. Sizlar nada? Sizlarga nima ish bo'ldi? Yetish yo'q. Qaniz boyad ko'rishayli. Tez bo'l. Gel, tez bo'l.
Deskin salaylı. Özünüzün parolunu kaldırın. Bu ölüp ketken sakçının toplagan materyalları okşaydı. Şunda, biz de çek. Bayqishimcha, bu alvasti kunduzi ko'rinmas holatda bo'lib, har xil o'zgaralaydi ekan. Ajablanarligi shuki, bu alvasti menga biror qatim uchrab boqmadi. Yerlik malchilarning yigilishimcha, bu alvasti har haftaning ma'lum bir kechasi mush suratdagi oltiga qaytib, sharq tarafdagi qadimiy qabristonlikqa bordi ekan. Dal shu vaqtda alvastini o'ldirish eng muvofiq chora. Lekin men bu kunning zodi qaysi kun ekanligini faqat bilamadim. Bu kun zodi qaysi kundir? To'g'ri. Bu kun zodi qaysi kundir? Tapdi. Dam elish kuni. Yakshanba kuni ekan-da. Menimcha, unda qamasda qiladi. Biz jasadni yana bir qatim tekshirib, u qadim qabristonlikni topaylik. Yuringlar. Tepsili aktarıp bakayım. Hechim yo'q-da. Namazda. Selleminin joyiga kelib qarabim. Men sellemni o'ldirdim. Tez qo'chang, tez. Tez bol. Qassamlarni bekor. Men sizlarni o'ldirdim. Kechib qolmaysizlar. Tez bol. Tez. Bu qandoq ya? O yo'qolmay ketgandi. Batur, sen nerede? Özümü bilmeymen. Ben bir qarang'iyaga so'ngib qoldim. Qanday qilib kirib qolding? Bu alvastının heylisi o'xshaydi. Ko'z oldimda bir nur paydo bo'lib kirib qoldim. Sana qanday yordam kerak? Sen derhal qabristonlikni tepib alvastini tezroq o'ldirgin. Ondan meni qutqizib olaysan. Tez bo'l. Bo'ladi. Men o qabristonlikni tepib seni chuqur qutqizib Meni kechirgin. Sana yordam qilamidi? hech qisi yo'q. Bu etrafda odam bor o'xshaydi. Oy yigit to'xtang! Oy yigit! Oy to'xtab turing! Oy yigit to'xtab turing!
Ay yigit to'xtang! Yigit, menga yordam qilgan bo'lsangiz. Qanday yordam lozim? Mushu tarafda bir qadim qabristonlik bor deb angladim. Aras. Kun chiqish tarafda bir qadimiy qabristonlik bor deb angladim. Meni u yerga olib qo'ya olasizmi? Men bir soqchi, vazifa ijro qilyapman. O'tnib qolay. Meni olib qo'ygan bo'lsangiz. U yerda xatarlik. Xatarlik bo'lsin borman. Amsi bo'pti. Rahmat. Şonda adam davamlı aşı tarafta qadimiy qabristonlikning borlig'ini bizga deb beradi. Lekin qattiq bormasligimizni aytgan. U ya'ni Olvosning qabrisi deb ataydi ekan. Sizni mushayiga akab qo'ya olayman. Bo'ladi. Rahmat sizga yigit. Qarang, oldimizdagi ov do'nglikni o'singizlar, sizga qabristonlik yetib bora olasiz. Undaqda yaxshi yigit. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Xo'shamsa, omon bo'ling. Xo'sh. Xo'sh. Qabristonlik shumimi? Bu joy nim degan surat.
Meni kirgizivat. Tez bol ishkini och. Meni kirgizivat. Bu yaqin ovoz g'o. Meni qutqizib ol. Ishkini ochqin. Meni qutqizib ol. U yiqilgan bilan o'lmaga o'xshamamdi. Ishkini açsam qanday bo'lar? Voy qulum. Ishkini och. Voy qulum. Elime kirgizgandi. Endi qanday qilsak ketadi?
Zaharli su. Bugungi charlash vazifamiz tugadi. Endi punktga qaytaylik. Qara. Bu nimaning izidir? Nima degan yo'g'on iz bu? Bu texi yangi iskan. Texi ko'milib ketmabdi. Qara. O yoqda odam turdi. Qara taqay. U punktga qaprayli. Tez bo'l. Avayla. Astroq. Astroq. Uning suv ichirib baqayli. Hey. Uşaq geldi.
ko'zini ochdi. Yo'layli. Bu qayyer? O'rmon muhofizat punkti. Men bu yerga qandoq kelib qoldim? Sizni biz yeb keldik. Nima bo'ldingiz? Qizib qolibsiz-ku. Zaharlik. O zəhərləngan o'xshaydi. Tez bir dor etgan. Ma'qul, hazırlı bırak. Gelim qichishib ketyapti. Yetib aram elib edi. U hozirlik keladi. Yaxshi aram eyle. Meni ko'gim keldimi? O'g'lim ishkinlanib, bakmi ko'gim keldi. Bu qadimki vazifa tugagandan keyin sizlar bilan birga bo'laman. O'g'lim ishkinladi. Hargiz ayrilmayman. Endi sening bilanmi so'qishib o'tirmayman. Doğru içi verin. Astırak. Avayla. Astırak. Yaxşı bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Yulayli. Siz saqchimi? Siz bu chatjangal qandoq bo'lib kelib qoldingiz? Mening muhim vazifam bor. Men maqmasam bo'lmaydi. Lekin siz tix yaxshi bo'lolmagan tursingiz. Sizlarga ko'p rahmat. Xo'sh endi. Hey. Bu qandoq bo'lg'ini bu? Yana bir ikki kun dam olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Mendan asirmanglar. Xo'sh. Hey, o bu yerga nemish bilan kelgandi? Ben muhmudo. Muhim vazifam bor deydi-ku. Neymiş ya bu?
Meni qo'yib ber. Yay! Asqar, sen qayerda? Men sharq tarafdagi jangalda. Men tilsimdan oxiri qutuldim. Rahmat sana. Hech qisi yo'q, Batur. Vazifa to'liq tamomlandi. Sen tezroq qaytib kel. Saqlab tur, hozirla borman. Balam, ishga kechib qolsan, tezroq bo'l. Meni bir hafta dam olish vaqti yopa. Olvastini o'ltirman deb necha kundirlar chiroyimni o'zgarib ketibdi.
Öldüm de atam sen. Menden herkes kaçıp kutulanmaysan. Yakından böyle bir şey olacak. Jangalda yüzlerden kat Asafçı senede. Asafçı senede. Asafçı senede. Asafçı senede. Ben vazifeni hazırlık tüketim, izahçı. Lan olarak gencede. Asafçı. Jangalda. Jangal değil. Vazifeni hazırlık tüketim, izahçı. Öyle. Öyle.